Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumanidan 2 etажkali domimizni birinchi qavatidan 3 xonali domimiz sotuvga qo'yildi. 3 xonali domimizga kiraverish koridor, bu yerda o'ng qo'limizda hammom, remontlari akkuratni hali bemalol kelib yashasanglar bo'ladi. O'ng qo'limizda oshxona, domimiz birinchi etajda joylashgan. Patolog qismlari ham juda ham baland qilingan. Keyingi xonamiz spalni, ya'ni ota-onalar yotoqxonasi. Spalnidan chiqqanimizda o'ng qo'limizda, ya'ni ko'chadan to'g'riga kirganimizda mehmonxonamiz joylashgan, ya'ni zal. Mehmonlarni bemalol chiroyli kutib olsanglar bo'ladi. Kirganimizda chap qo'limizda yana bitta spalni bor ekan. Ya'ni ota-onalar yotoqxonasi. Remontlari hali yangi, kelib bemalol yashasanglar bo'ladi. Agar kimga 3 xonali domimiz qiziq bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilinglar. Bonusiga bu joyimizga qo'shib berilar ekan. Bu joyimizda har xil mevali daraxtlarimiz bor ekan. Agrot qilib ishlatsanglar ham bo'lar ekan. Agar sizlarning avtomobilinglar bo'lsa, bemalol mashinalarni qo'yishga garaj qismi ham bor ekan. 3 xonali domni va bonusga beriladigan joyi video davomida ko'rdinglar. Aniq manzil Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani 27-muzikal maktabda hamda yangi masjidning oldida joylashgan. Narxi $74,500